suvni oldida bu yerda o'tirgan rizqini boshidan quyyapti. Endi hamma tomonga suv sepyapti yana dars vaqtida. Yuring dedim, tashqariga chiqaylik dedim, qo'lingni ol deyapti birdan. Bir shokolodni ustida mush otdi menga. Oyog'imni ushlab yiqitmoqchi, janjal tugagandan keyin tashqariga chiqyapti. Ular endi eshitdi tepib, so'kmagan gap qolmadi. Menda ham bunaqa uni birovni urib, nima qilish niyat bo'lmagan. To'g'ri qizishib ketdim. Faqat o'zini javobidan keyin shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Bu respublikani o'qituvchilar eshitishi kerak. Hammalaringizlar, muhtaram prezidentimiz, administratsiya rahbariyatini himoyasizdasizlar. Butun O'zbekistonda o'qituvchilar, ota-onalar, o'quvchilar bilishi kerak bu narsani. O'quvchilar ham bizning farzandlarimiz, o'qituvchi ham bizning o'qituvchimiz. Biz ularga ta'lim-tarbiya berishsa, sen sho'x ekansan, hech qachon ajratgan joyimiz bo'lmagan bo'lar. Mana ilgari agar ota-onalar bola kelib mana o'qituvchi urdi desa, ha noto'g'ri ish qilgandursandirdi. Hozir, voy, senga o'qiraydimi? Voy, seni telefoningni olib qo'ydimi? Nimaga deb kelib darrov to'polon qilishadi. Bu noto'g'ri. Bir narsani aytmoqchiman. O'qituvchiga bugun suv sepyapti, o'qituvchini qadrsiz qilyapti. O'qituvchini qadrini bugun oshirmas ekanmiz, bu ketishda jamiyatni yuksaklikka erishmaydi. Mana shu ikkita o'quvchi ishtirokida bir necha marotaba janjal holatlari, agressiv holatlar uchrab turgan va bu holatlar bo'yicha biz ularni ota-onalari bilan hamkorlikda ishlab kelganmiz, ma'lumot berilgan, maktabga chaqirtirilgan. Bu bolalar oldin ham shu dars o'tishimizga xalaqit qilgan. Juda agressivniy holatda bola, 7-may kuni bola birdaniga senlashga o'tib ketdi, qo'lingni tort deb va orqasidan 4-5 marta so'kish, haqorat so'zlarini ishlatdi. 20 yillik stajda hali biron marta bironta o'quvchi so'kib haqorat qilmagan. 7-may kuni shu voqea sodir bo'lsa, informatika o'qituvchimiz bilan 19-may kuni sodir bo'lyapti. Bundan keyin har bitta o'qituvchiga nisbatan ko'tarilgan qo'l haqorat javobsiz qoldi. Farzandni tarbiyasiga bevosita ota-ona javobgar. Sizlarning orqalaringizda armiya bor, pagonlilar bor, generallar bor, muhtaram prezidentimizni asarlari bor. Tushunarlimi? Hammasi nafaqat Ustoz Omonov Zokir Norboyev unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi batamom tugatildi.